Ixchani oldin o'zing ko'r, og'rimasa keyin birovga ko'r. Yoz keldi, shamolli duo qiladigan mavsum keldi degani. Keyingi haftani 55 gradus deb aytishyapti taxmin. Lekin yozga tayyorgarlik ko'ramiz. Nero bilan birgalikda Nero mikroklimat tizimini obzor qilamiz. Buni komplektida 30 metr bo'ladi, komplektatsiyasida 20 ta farsumkasi bo'ladi va qolgan fittinglari bo'ladi. Buni qulaylik tarafi hech qanaqa trus, motor yoki qo'shimcha davleniya o'rnatganinglardan keyin ovozsiz ishlashi. Eng qiziqarlisi, bitta farsumkasi 1 soatda 1 litr suv rasxod qiladi degani. Odatda hamyonbop tizim mana hisoblanadi, lekin buni o'zini foydalanish zonasi bor. Bu bog'dorchilikka va agrokulturaga mo'ljallangan. Har bitta farsumkani bitta teshigiga 7 litr suv rasxod qiladi degani. Buni shlangasi polietilen bo'ladi, bu esa poliuretan bo'ladi. Poliuretanning qulaylik tarafi suvga ham chidamli bo'ladi. Qishda agarda hovlilarda qolib ketib qoladigan bo'lsa, hech qisi yo'q, xavotir olmanglar, yorilib ketmaydi. Keyin akkuratni buni yig'ishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xuddi yig'ganda yana obratni yig'ishtirib qo'yasizlar. Va yana o'zini joyiga qo'yib qo'yasizlar. Keyingi sezon yana duo qilib foydalanasizlar. Mana tizimning o'ziga yarasha ozgincha minuslari bor. Hamyonbop bo'lishi mumkin. Aylanib qolishi, tros tortishi, motor ovozi chiqishi sal noqulaylik yaratadi. Bu tizimimizni narxini birinchi uchta topgan odamga mana shu tizim tekinga sovg'a qilib yuboramiz.